Hozir videoda aytadigan ma'lumotimizdan keyin biznesingizdagi bir qancha milliongacha bo'lgan xarajatlarni, xatolarni oldini olishligingiz yoki-da shu zararni o'rniga foydaga olib chiqishligingiz ehtimoli bor. Nega unaqa deyapman? Sababi mana shu instrumentni ishlatmasdan Toshkentdagi, ya'ni shu o'zimiz yurtimizdagi bir qancha binolarga ham bordik. U nima desa, o'z mijozga moslashlik, mijozni o'rganishlik, mijozni ehtiyojini bilishlik. Shu narsani xato qilib turib, bir necha ming kvadratlik joylar shunchaki yotganini ko'rdik. Nima bo'lyapti o'zi desa, mijozlarga u produkt kerak emas. Mijozga o'zi u narsa kerakmi, yo'qmi o'rganilmagan. Shunaqangi suv ishlab chiqaruvchilarni ko'rdikki, ular mijozini o'rganmasdan turib 4-5 xil suvlarni, soklarni ishlab chiqarishgan va shu 4-5 xil produktlar fail bo'lgan. Fail degani, ya'ni shu loyiha o'zini oqlamagan va oldiga qarab yurmagan. Bugun siz bilan mijozga moslab ko'proq sotish va biznesdagi to'g'ri strategik yo'nalish tanlash mavzusida suhbat qilamiz. Va bu suhbatlarimiz davomiy bo'ladi. Davomiy bo'lishligi uchun bo'lsa, siz YouTube algoritmlariga ko'ra like va podpiskani bosib qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Bu sizga ko'rsatadigan mavzularimiz eplab bo'lmas marketing intensiv doirasida 12 ta mavzudan tashkil topgan bo'ladi. Xudo xohlasa bugun birinchi sonini boshlaymiz. Agarda siz doimo bizni mana shu keyingi videolarimizni ko'rib boradigan bo'lsangiz, mana shuni o'zida ham qo'llab turadigan bo'lsangiz, biz davomiy haftalik, oylik mobaynida shu ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Hop, birinchini ko'ryapmiz. Asalari turibdi. Kimnidir xayolida u insonni o'ldiradi, kimnidir xayolida bo'lsa u bizga asal beradi. Endi biz ana shu asalari asal beradi degan insonlarni, degan mijozlarni topishlikni qanday qilamiz degan joyni bugun ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa sizga agar mutaxassis bo'lsangiz, qo'llayotgan, ya'ni shu ishlayotgan ishxonangizda qo'llashlikka juda zo'r foyda bo'ladi. Agarda siz korxona rahbari bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizda mijozni o'zi o'rganish nega kerakligini bilib olishingizga yordam beradi. Hop, dasturimiz hozir suhbatimizning yo'l xaritasi qanaqa bo'ladi? O'zi mana shu 12 ta suhbatimizning mavzulari qanaqa bo'ladi? Bugun birinchisi, barcha muvaffaqiyatli biznesda bozorni va mijozni o'rganishdan boshlanadi. O'shana hisobiga bugun mijozni o'rganishdan boshlayapmiz mavzuni. Birinchi bo'limda biz marketing asoslarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda nima bo'ladi desa, o'zi marketingning fundamental kerakli bo'lgan instrumentlari, ya'ni o'zimizni bozor miqyosida, o'zimizni bozor misolida nima instrumentlarni ishlatsa bo'ladi, nimalari shart emas, shularni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisida bozor va segmentatsiya, ya'ni bozor bor va aynan u yerda deylik siz mana shu stolni sotadigan bo'lsangiz, stolni olishligi mumkin, ofis stolni olishligi mumkin, video studiya stolni olishligi mumkin, maktab stolni olishligi mumkin, biror bir ofis yoki biror bir tashkilot, biror bir xonadon aynan shu segmentlardan qaysi birini siz tanlab olishligingiz kerak. O'zi u segmentlarni qanaqa qilib topishligi kerak. Buni keyingi darsda o'zi dasturimiz mobaynida ko'rib chiqamiz. Uchinchisi produktimiz, narximiz, raqobatimiz. Bular bir-biriga juda ham bog'liq bo'lganligi uchun shu 3-qismda kiritib o'tdik. Oxirgi qismda bo'lsa, sotuv, reklama va kengayish uchun nimalar qilishligimiz kerak, shular haqida gaplashib o'tamiz. O'zim haqimda aytmanman. Ismim Abdurashid Abdualimov. 19-20-yildan boshlab marketing yo'nalishiga kirib kelganmiz. O'sha 18dan media ishlari boshlanib va shu kunga qadar korxonalarga marketing xizmatlarini hozirgi kunlarda ko'rsatib kelyapmiz. Oxirgi yillarda va 3ga bo'lib chiqdim o'zim ishlagan loyihalarni. Birinchisi in-house ishlagan loyihalarimiz. Bular nima edi desa, Leader Glass Service avto oynalarini o'rnatib beruvchi va tonirovkalarni o'rnatuvchi korxona va bir qancha agentliklarda proyekt sifatida ishlagan loyihalarimiz. Ma'lum bir loyihaga kirib, ma'lum bir proyektlarda biz javobgarlikni olib, shuni bajarib bergan va qaysidir korxonalarga biz xizmat ko'rsatganmiz. Mana bu instrument kerak deyishgan va biz shu funksiyani bajarib berganmiz. Va bu yerda 30 dan ortiq loyihalarni qismanini ko'rsatganmiz. Hammasini ko'rsatsak juda zerikarli bo'lib qolar ekan. Shuni hisobiga eng keraklilarini va siz taniganlarni ko'rsatib o'tdik. Endi marketing va sotuvdagi asosiy farqlarni ko'rsatib o'tamiz. Varonkaga qarab, siz o'zini bo'limini katta deb ko'rsatyapti deb o'ylagan xayolga bormang. Sababi sotuvni kichkina, marketingni katta deb ko'rishlikdan yiroqmiz. Nimaga desa, o'zimizni sotuvda ham do'stlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, ustozlarimiz bor. Juda hurmat qilamiz, juda yaxshi ko'ramiz va aloqalarimiz mana shunaqa darajada yaxshi chambarchas bog'langan. Endi bu ko'rsatishlik uchun farqlarni siz sezishligingiz uchun marketingni ishi desa keng ko'lamli strategik jarayonni amalga oshiradi.
sotuv bo'limlari quramiz deb kirgan akalarni ham ko'ringlar-da, juda ham ko'p marketing instrumentlarini ishlatishadi. Nimaga desa, sotuvni amalga oshirishlik uchun baribir marketingni asoslari, fundamental qilinishi kerak bo'lgan ishlari juda ham muhim. Shu sababdan ham sotuv bo'limlari hatto kirishganda marketing instrumentlarini ishlatishadi. Marketing ishlariga nima kiradi desa, bozorni o'rganadi, mijozni jalb qilish, xoh onlayn, xoh offlayn, xoh har xil tadbirlar orqali qanday tartibda bo'lsa ham mijozni jalb qilish, ishonch va qiymat berish. Brendingizga qachonki ishonsa va brendingiz mijozga nisbatan qiymat bera olsa, o'shanda mijozingiz sizdan xarid qilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Maqsadi nima desa, sotuv jarayonlarini osonlashtirishlikka maksimal harakat qiladi. O'zingiz eslang, marketing bo'limi bilan lead nimaga ko'p emas? Leadni sifatini yaxshilaylik. Sifatni yaxshilaylik nima degani desa, sifatni yaxshilash sotuv bo'limidagi jarayonni osonlashtirish uchun o'zi. Sifatni yaxshilashlik, u yerdagi deylik lead narxini, lead sonini yaxshilashlik sotuv jarayonini stabil bo'lishligi, sotuv jarayonini osonroq bo'lishligiga xizmat qiladi. Va sotuvdachi desa, sotuv eng muhim qismlaridan. Nima u desa, muzokara o'tkazadi, e'tirozlar bilan ishlaydi. Kelishuvi maksimalni yopishlikka harakat qiladi. Bilasiz, dajinchi sotuvchilaringiz bor korxonada va shu kelishuvni yopishga harakat qiladi. Eng kerakli qismi qiymatni pulga ayirboshlik. Bizning qiymatimizni biz mediada yetkazgan, marketingni yetkazgan, mijozga yetkazgan qiymatimizni ular qo'ng'iroq orqali, uchrashuv orqali yanada yetkazib, o'sha qiymatni pulga almashtirib berishadi. Va qiziqishini, mijozni bizning mahsulotga, brendga qiziqishini pulga, ya'ni daromadga aylantirib berishadi. Mana shu qismni o'zingizga screenshot qilib olsangiz ham bo'ladi. Endi keling-da siz bilan ozgina gaplashamiz. Izohda shu joyda yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Bizni qayoqdan boshlaganmiz yoki boshlamoqchi bo'lsak, boshlashimiz kerak. Shu joyda siz bilan bitta to'xtalib o'tamiz. Qarang, ichkaridan tashqarigami, tashqaridan ichkarigami? Bu nima degani? Biz nima ishlab chiqaramizmi? Misol uchun yana partaga qaytadigan bo'lsak, biz parta ishlab chiqaramiz. Kimga ekanligini keyin topamiz. Yoki biz ma'lum bir sokni ishlab chiqaramiz, ma'lum bir suvni ishlab chiqaramiz, ma'lum bir produktni ishlab chiqaramiz. U kimga ekanligini keyin topamizmi? Yoki tashqarida mijozni bilib turib, ularga nima kerakligi, qanaqa holatlarda qanaqa o'zini tutayotganini bilib turib, ularga mos mahsulotni taklif qilyapmizmi? Bizda qaysi biri bo'lyapti? Izohlarda albatta yozib keting va buni hammasini harakat qilamiz o'qib chiqishlikka. Qayoqdan boshlash kerak desa, ikkalovi ham to'g'ri. Ikkalovi ham mana bunda ham risk bor, bunda ham risk bor. Lekin biz tashqaridan ichkarigani qo'llaydigan bo'lsak, bu yerda risk qisman kamaygan hisoblanadi. Nimaga desa, biz bozorni bilamiz, raqobatni bilamiz, mijozga nima kerakligini bilamiz. Sababi biz mijozni o'rgangan bo'lamiz. Endi bu qismni tashqaridan ichkarigani qanday qilib qo'llasa bo'ladi? Qanday qilib bungacha yetib kelishlik mumkin degan savolingiz bo'lsa, hozir o'sha qismlarga yetib kelyapmiz. Produktga agar siz deylik ichkaridan tashqariga, ya'ni product orientation qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni produktga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Qisman aytib o'taman. Agar siz shu etaplardan o'tgan bo'lsangiz, buni tasdiqlab keting izohlarda. Ha, shunaqa bo'lganmizda yoki yo'q, biz produktga emas, mijozga e'tibor berganmiz deb fikringizni berib keting. Produktga e'tibor chastida nima bo'ladi desa, mahsulot ishlab chiqariladi, narxi belgilanadi, reklama va sotuv bosa-bos bo'ladi, yana mijoz topish bo'ladi. Ajoyib mahsulot ishlab chiqdik, uni sotib oladigan odamlarni topishimiz kerak deyiladi. Mahsulot ishlab chiqarib qo'yishadi va aytishadi, mana misol uchun men deylik $1 million stanok olib kelib qo'ydim. Endi mahsulot tez chiqaringlar-da, buni mijozini topishimiz kerak deyishadi. O'zi mijoz bormi? Mijoz qayoqda? Mijoz qancha oladi? Har qancha vaqt oladi? Qancha summali oladi? degan o'lchovlarni qilib olishmagan bo'ladi. Endi bu yerda asosiy xavf nima bo'ladi desa, bozorga umuman kerak bo'lmagan, hech kim sotib olish xohlamaydigan produktni ishlab chiqarish xavfi juda ham yuqori bo'lib ketadi. Va o'sha xavf yuqori bo'lib ketganligini hisobiga o'zingizda ham shunaqa tanishlar bordir, o'zingizda ham shunaqa holatlar bo'lib o'tgandir. Mana shu xavf yuqori bo'lib ketadi. Biznes boshlangan, biznes boshlanmasdan tugashlikka ham kelib qoladi. Demak, produktga e'tibor chastida ketma-ketlik mana shu tartibda bo'lib o'tadi. Endi mijozga e'tibor berib harakatni boshlasachi nima bo'ladi deyilsa, uni etaplari qanday bo'ladi desa, mana shu va bundan oldingi qadamlarni screenshot qilib olishingizni tavsiya qilaman. Nimaga desa,
hozirgi ishlayotgan yurg'izayotgan loyihangizda yoki undan keyingi loyihalaringizda mana shu qadamlar juda sizga kerak bo'lishligi mumkin. Mijoz ehtiyojini o'rganish dan boshlanadi ishlar. Keyingisi o'sha ehtiyojga nima yechim? Deylik siz parta ishlab chiqaryapsiz. Mijozni ehtiyojini o'rganishlik uchun partaga aloqador suhbatlar orqali, partaga aloqador qandaydir savollar orqali, partaga aloqador bo'lib o'tgan muhokamalar orqali sekin ehtiyojini bilib borasiz. Ikkinchisida nima bo'ladi desa, ikkinchisida mana shu insonlar bilan, mijozlar bilan suhbatlashganingizdan keyin yechimlarni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Yechimni o'ylash degani, demak, men nima yechimlar qilishligim kerak? O'sha deylik parta bo'ladigan bo'lsa, u insonga qanday yechim bo'lib xizmat qilishligi kerak. Uchinchi desa, endi shu yechimga moslab mahsulotni ishlab chiqarib boshlaymiz. Undan keyingi qismida o'sha mijozga yetkazishni boshlaymiz. Biz bu etapdan boshlanganligimiz hisobiga mijoz kimligini, uni muammosini va endi unga mahsulotni mosini berganligimiz uchun mana shu joyda ozgina xavf bo'ladi. Berganligimiz uchun boyiga nisbatan osonroq o'tadi. Mahsulot bozorga chiqishdan oldin unga talab borligini, kafolati bo'ladi. Nimagaki siz o'rganib chiqqan bo'lasiz. Va kafolati deganda bu 100% bo'lish ehtimoli juda yuqori, ya'ni 100%lik emas. Nimaga desa, siz suhbat o'tayotgan paytingizda u sizdan yuz xotir qilgan holda yoki o'zbekchilik, andisha qilgan holda bo'ldi ishlab chiqar, shuni olaman deb aytishligi mumkin. Bu har doim ham ishlamaydi. Shu sababdan aynan mamnaqa bo'lsa olarmiding degan savolni bermaganingiz yaxshi. Nega desa, prosta siz muammosini bildingiz, u mana shu stolni balonli bo'lishini xohladi. Mana shu stolni deylik, yana qandaydir funksiyalari bo'lishligini, konsilariga imkoniyati bor bo'lishini xohladi va siz unga endi shunaqa beraman deyishligingiz kerak emas. Shunaqa odamlar bozorda ko'pmi, kammi? Qanchalik ehtiyoj bor, shuni o'rganishligingiz kerak. Bu mijozga e'tibor berib boshlangandagi holat bo'ladi. Bu yerda boyigiga nisbatan risklar ancha qisqargan bo'ladi. Chunki biz o'zimiz yo'nalishdan bu narsalarni qilganmiz. Misol uchun, xizmat ko'rsatishimiz mobaynida korxonalarni ko'rdikki, mijozga e'tibor berib boshlangan, mijozni talabiga borligini bilib turib boshlangan bizneslar aynan o'sha tovari, produkti, ishlab chiqqan deylik, xomashyo bo'ladimi, o'sha sotayotgan mahsulotini sotishligi juda osonroq bo'lgan. Va ikkinchi tipdagi, ya'ni produktga e'tibor berib boshlanganlarga bo'lsa, qiyin etaplardan juda ko'p o'tgan. U ko'p o'tishligini evaziga nima bo'lgan desa, ba'zi birlari yashab qolgan, ba'zi birlari chidolmagan. Endi agarda siz o'zingizda biznesingiz bo'lsa yoki mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, xohlasangiz biznesingizni keyingi bosqichga olib chiqishligimiz yoki keyingi bosqichini birgalikda aniqlashimiz mumkin. Shu vaqtgacha kichik, o'rta, katta bizneslarga o'zimizni shu maslahatlarimizni, o'zimizni to'g'ri beradigan yechimlarimizni ko'rsatib kelish orqali deylik korxonalarni, mutaxassislarni roziligini olib kelyapmiz. Va bu joyda aniq ularning keyingi bosqichi qaysi bo'lishligi mumkin. Aniq hozir qayoq tarafga yurishligi kerak va hozir endi ularning keyingi qadami nima? Uzoq muddatli qadami nima? Shularni aniqlab beramiz. Bu bo'yicha siz deylik, mana bu yerda kontaktlarni ham qoldiryapmiz. Murojaat qilsangiz, sizni korxonangiz mavzusi bo'yicha ham o'tirib, suhbatlashib, yechimlarini, keyingi qadamlarni qilishimiz mumkin. Xo'p, demak davom etamiz. Endi siz boyagi mahsulotga e'tibor, mijozga e'tiborni qaysi yo'lidasiz? Keling shuni aniqlab olamiz. Birinchisi, boshlang'ich nuqta bo'ladigan bo'lsa, zavod, оборудование, zdание, xodimlar, nimadirlar, o'sha xarajat bo'lishi mumkin bo'lgan qismlarni yollab bo'lganmisiz, sotib olib bo'lganmisiz yoki bozor va mijozni muammosini o'rganishlik bilan bandmisiz yoki mana shu bilan boshlaganmisiz? Buni o'zingizga konspekt qilsangiz yoki skrinshot qilib o'zingiz bir tahlil qilib chiqsangiz ham bo'ladi. Birinchisi, boshlang'ich nuqtada nimadan boshlandi? Ikkinchisi, diqqat markazingiz nimada? Mahsulotni funksiyalari, xususiyatlarini ko'paytirishlikdami? Mijozni qadriyatlari va ehtiyojlarini bilish orqali unga mos mahsulotni tayyorlashdami? Uchinchisi, asosiy maqsad nima? Iloji boricha ko'p ob'yomni sotishlikmi yoki mijoz muammosini hal qilish orqali foyda ko'rishlikmi? Ya'ni mijozni bildingiz, u O'zbekistonda deylik 7 million shunaqa inson bor. Sizdan mahsulotingizni xarid qilishi mumkin bo'lgan. Bildingiz va o'shalarga sotishlikda endi harakat qilyapsiz yoki siz chiqarib qo'yib bo'ldi, endi mana shuni har oy 5 ta furadan sotish kerak yoki
mana bizga уже 10 mingta o'quvchi kerak degan fikrdamisiz? Mana shu nimaga asoslangan bo'lyapti? To'rtinchisi nima desa, vositalar. Bizi qaysi vositalar orqali endi rivojlanamiz? Reklamami, chegirmalar orqalimi, sovuq qo'ng'iroqlar orqali. Bu mahsulotga e'tibor bo'lsa. Mijozga e'tiborda desa, bozor tadqiqotlarini qilamizmi? Munosabatlar o'rnatib olamizmi yoki maqsadli yechimlarini ustida ishlaymizmi? Biz qaysi tarafga qarab ketyapmiz? O'zimiz uchun mana shu videoni o'zi jamoangizdagilarga yoki rahbariyatga farqi yo'q, shu media, marketing, sotuv qismlariga javobgar hamkasblaringizga ham ulashib bir muhokama qilsanglar ham bo'ladi va bu muhokamani izohlarda davom ettirsak ham bo'ladi. Endi qanaqa bo'ladi desa, natijaga chiqish balansimizda qanaqa bo'ladi o'zi aslida desa, deylik, kompaniya nima qila oladi? Texnologiyasi nima, resurslari nima, jamoasi qancha puli bor, nima imkoniyatlari bor? Bu tarafida nima bo'ladi desa, mijoz o'zi nima holatda? Muammosi nima, ehtiyoji nima, to'lov qobiliyati qanaqa? Siz deylik, mana bir loyihada nima bo'lyapti desa, 160 ming so'mga bir mahsulot sotishyapti. Vaholanki mijozni ehtiyoji nima desa, u 160 ming so'mga ikki xil mahsulot olmoqchi. Va mana shu joyda mijozni ehtiyoji yopilmayapti va mijozni, agarda siz mijoz nima xohlaydini, kompaniya nima qila olaydini birlashtiradigan bo'lsangiz, o'shanda muvaffaqiyatli biznes, ya'ni o'sha natijaga chiqish imkoniyati juda tezlashgan biznes bo'lish imkoniyati yuqori bo'ladi. Endi mahsulotni mijozga moslash sizga to'g'ri yo'nalish beradi o'zi. Mahsulotni ko'rasiz, shu marzangiz, o'zi umuman tannarxi oshib ketmasligi, o'zi umuman foydangiz yoki rentabelligingiz tushib ketmasligini hisob-kitobini olgan holda, lekin mijozga to'g'ri yo'nalish berishligi, yordam berishligi kerak mahsulotingiz, o'sha ishlab chiqarayotgan mahsulot. Endi marketingchi esa, marketing kompaniya imkoniyatlarini mijoz ehtiyojlari bilan birlashtiruvchi bo'lim bo'lib berishligi kerak. Kompaniyaning imkoniyatlari bor, xuddi shu joyda o'rtada marketing turib berishligi kerak. Imkoniyatimiz bor, mijoz xohlaydi bor. Shuni birlashtiradigan chasda doimo marketing turib berishligi kerak bo'ladi. Agar shu narsani jamoadan so'ramagan bo'lsangiz, bir so'rasangiz yoki o'zingiz muhokama qilib olsangiz ham bo'ladi. Endi bizda mavzuyimiz qanday qisqa va lo'nda qilib olib ketmoqchimiz va keyingi mavzularimiz nima asosida bo'ladi? Mana shu hozir bugun sizlar bilan birinchi, ya'ni mijozga moslab ko'proq sotish qismlarini ko'rib chiqdik. Ana doimiy frameworklar, hamma ustozlarimiz aytgan ma'lumotlarni emas, qisqa kerakli ma'lumotlarni berib ketmoqchimiz. Birinchisi mijozga moslab ko'proq sotish edi. Ikkinchisida bozor tahlili va auditoriyani aniqlash bo'yicha sizlar bilan suhbat qilamiz va mana shu ketma-ketlikda ketamiz. Faqat bu ketma-ketlikda ketishimiz uchun sizlardan qo'llab-quvvatlov kerak. Agarda xuddi shu 12 ta mavzuni men deylik offlaynda o'rganmoqchiman, mana shuni tartibi qanaqa bo'ladi? Давайте workbooklarda o'tirib, sразу o'zimizni loyihaga moslab ishlasak qanaqa bo'ladi deyilsa, bularni offlaynda o'rganish istasangiz, buni ham imkoniyati bor. Yana o'sha deylik, biz rahbariyatning kontaktini qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqib yoki silka qoldirib qo'yamiz, ro'yxatdan o'tib, o'zingizni joyingizni band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bizni o'zi ta'lim bo'yicha yoki o'qitish bo'yicha katta rejalarimiz yo'q, ketishdik. Bizga mana shu o'zimiz qilib yurgan narsani bo'lishsak degan fikr bor. Bor yo'g'i 5 tagina, maksimum ko'payib ketdi desa 7 tagina odamni qabul qilamiz. Endi keyingi mavzularimizni doimiy bo'lishligi va keyingi etaplarga siz bilan birgalikda o'tishimizni xohlasangiz, bizani qo'llab-quvvatlang. Bizga o'sha like yoki podpiskani bosib qo'ying, davom etamiz va ochig'ini aytadigan bo'lsak, bilim va kerakli ma'lumot hamma yoqda to'lib yotibdi, asosiysi tajriba. Va biz harakat qilamiz, har bitta shu berilayotgan instrumentlarni o'zimizning tajribamizdan, o'zimiz ko'rayotgan keyslardan, o'zimizni boshimizdan o'tgan loyihalar va jarayonlardan kelib chiqib ma'lumot beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoni tanishtirib yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.